Assalomu alaykum qulpinoy ishqibozlari. Mana qulpinoylarimizni ekish uchun latoklarni tayyorlab oldik. Mana ichlariga kakao suvi to'riflar solingan, perlitlar aralashtirilgan. Yerdan 1 metr balandlikda. Mana shu holatda mana. Endi xudo xolasa kapinissalarini o'rnatsak, hali ekilgan jarayonlarni ham xudo xolasa sekin ko'rsatib, meva berayotgan holatlarini ham inshaalloh ko'rsatib boramiz. Qulpinoyimizni sorti koreyskiy qora shahzoda sortidan. Latogimizni uzunligi holati. Mana shunaqa holatlarda ekilsa qulpinoylar yaxshi hosil beradi.